slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari. Sizlar bilan yana uzoq tanaffusdan keyin yana bir bora Zamin Red kanali sizlarga bugun ertaga soat mahalliy vaqt bilan 7 da bo'lib o'tadigan Chris Kavani sudyaligi ostida bo'lib o'tadigan Old Trafford stadionida, Markhamdagi Fon stadionida Angliya Premyer Ligasining navbatdagi tur uchrashuvi Manchester United hamda Crystal Palace o'yiniga bag'ishlangan o'yindan oldingi prevyuni taqdim qilaman. Undan oldin odatdagidek sizlardan like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizni kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak biz boshlaymiz. Demak, yuqorida aytib o'tgandek, ertaga bo'lib o'tadigan o'yin prevyusiga bag'ishlangan o'zimda naqamda fikrlarimni sizlarga yetkazib o'taman. Uzoq muddat chiqolmadim, albatta sog'lig'im tufayli. O'yin haqida, bevosita o'yin haqida gaplashadigan bo'lsak, Manchester United ajoyib seriyada namoyish qilib ketyapti, lekin ko'pchilik mutaxassislar tomonidan shunday fikr bildirildiki, Manchester United hozirda o'sha Carrick kelgandan keyin trenerlik nima deydi, muhiti o'zgarishi natijasida komandada qandaydir ko'tarilish bor va keyinchalik bu jarayon tushishi mumkin, komandani ichki muammolari hech yo'qolib ketgani yo'q-ku degan fikrlar bo'lgandi o'sha boshidagi 3 ta o'yindan keyin. Lekin ona ko'z tegmasin, hozirda mana 6-o'yini bo'lib o'tgan bo'lsa, Carrick boshchiligida 7-o'yini bo'ladi. Hammasida Manchester United tirishqoqlik va natija uchun, jamoa uchun, muxlislar uchun o'yin namoyish qilayotganligi sezilib turibdi va o'ylaymanki, keyingi o'yinda ham, shu keladigan o'yinda ham Manchester United xuddi shunaqa biz kutgan muxlislarga yoqadigan o'yin namoyish qilib, albatta g'alaba qozona oladi. O'yin demak, bevosita bu yuqorida aytib o'tgandek Old Trafford stadionida bo'lib o'tadi va jamoalar haqida, bevosita o'sha uchrashuvda qatnashadigan jamoalar haqida gaplashadigan bo'lsak, demak maydonga tusha olmaydigan futbolchilar haqida, maydonga tusha olmaydigan futbolchilarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Manchester United tarkibida quyidagi futbolchilar maydonga tushishi so'roq ostida yoki tusha olmaydi deb beryapti saytlar. Demak, Matthijs de Ligt, Patrick Dorgu, Lisandro Martinez, Bryan Mbeumo hamda Mason Mountlarda maydonga tushish mumkin, tusholmaydi yoki tushishi so'roq ostida deb beryapti ko'pgina o'sha saytlar. Crystal Palace jamoasida esa Doucouré, Lerma, Mateta hamda Nketiahlarda maydonga tusha olmaydi yoki tushishi so'roq ostida deb beryapti o'sha yuqoridagi saytlar. Ko'ramiz maydonda o'sha qaysi futbolchilar tushishi yoki qaysi futbolchilar tusha olmasligini albatta jamoa murabbiylar hal qiladi. Va so'nggi xabarlarga qaraganda Carrick o'sha Lisandro Martinezda hamda o'sha Lisandro Martinezda maydonga tez orada qaytish haqida hamda Mason Mount ham tez orada qaytish haqida gapirib o'tgan. Kutib qolamiz. Endi bu bizda asosiy futbolchilarimiz, ayniqsa Lisandro Martinez himoyada maydonga tezroq qaytishini kutib qolamiz. Jamoalarda o'zaro va so'nggi uchrashuvlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Manchester United jamoasi so'nggi 5 ta o'yinda 4 ta g'alaba, bitta durangga erishgan va so'nggi turda ular Evertonga mehmon bo'lib 1-0 hisobida g'alaba qozonib qaytishdi. Crystal Palace jamoasida esa 3 ta g'alaba, bitta durang hamda bitta mag'lubiyat mavjud. So'nggi turda ular Yevropa Ligasi doirasida 2-0 hisobida g'alaba qozongan o'zining uyida. O'zaro o'yinlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, jamoalar shu paytgacha 70 bora maydonga tushishgan. Shulardan 43 marta Manchester United qo'li baland kelgan, 13 marta Crystal Palace jamoasi g'alaba qozongan va 14 marta jamoalar murosa ko'chasini tanlashgan. Azaldan bu ikkala jamoa bir-biriga azaliy raqib hisoblanadi. Endi to'g'ri klass darajasini oladigan bo'lsak, mahorat darajasini yutgan yutuqlar darajasida olib qaraydigan bo'lsa, Crystal Palace United oldiga tusha olmaydi, lekin o'sha chempionatda bilasizlar, Angliya Premyer Ligasi mana kecha bo'lib o'tgan
Shu Aston Villaga qarshi o'yinda Wolverhampton jamoasi so'nggi pog'onada ketadigan jamoa 2-0 hisobda Aston Villa jamoasining ustidan g'alabaga erishdi. Bu o'zi Angliya Premyer Ligasida qanaqa murosasiz o'yinlar ketayotganligidan dalolat beradi deb o'ylayman. Endi bevosita turnir jadvalini ko'rib chiqadigan bo'lsak, turnir jadvalida demak birinchi o'rinda Arsenal jamoasi 28 ta turdan keyin 61 ochko jamg'argan holda turnir Premyer Ligalar peshqadamlik o'rnatgan. Ikkinchi o'rinda Manchester City jamoasi 27 ta turdan keyin 56 ochko to'plagan holda ketyapti. Ta'qib qilyapti Arsenal jamoasini. Uchinchi o'rinda Aston Villa jamoasi kechagi mag'lubiyatdan so'ng 28-tur o'tgan va ularda 51 ochko edi va 51 ochkoligicha qolgan. 4-chi o'rinda Manchester United jamoasi 27 ta turdan keyin 48 ochko jamg'aragan holda 4-chi o'rinda mustahkam ketyapti. Crystal Palace jamoasi esa 13-o'rinda 27 ta turdan keyin 35 ochko to'plagan holda o'sha turnir jadvalida 13-o'rinni zabt etib turibdi. Demak, endi bevosita maydonga tushishi mumkin bo'lgan futbolchilarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, men quyidagi futbolchilarni tushishi mumkin deb taxmin qilyapman. Sizlar esa albatta o'z fikrlaringni kommentariyada yozib qoldiringlar. Demak, darvozada Seni Lamens oxirgi o'yinlarda juda ajoyib o'yin namoyish qilyapti. Fantastik seyflar va shu kerak paytda jamoani ruhlantira olgan holda to'p o'tkazmasdan jamoani ruhlantira olyapti deb o'ylayman. Himoyada demak chapdan o'ngga qarab beramiz. Luke Shaw, Harry Maguire, Lenny Yora hamda Diego Dalotlarni qo'ydim men, chunki hozirda bu o'zi Carrick asosiy tarkibda aniqlab olgandan keyin ko'p ham zamina qilgani yo'q va o'sha 4 ta himoyachini o'sha travmalar faqatgina zamina qilishga olib kelmasa, boshqa paytda hech qanaqa bir zaminasiz o'ynashga harakat qilyapti. Tayanch zonasida Casemiro hamda Kobe Maynolarni qo'ydim men, chunki bular so'nggi turlarda juda ajoyib o'yin namoyish qilyapti. Casemiro ham, o'sha Mayno ham ajoyib o'yinlar namoyish qila olyapti. Hujumchilar ortida odatdagidek bizda El Capitano Bruno Fernandesni qo'ydim men. Ikkita qanotda Brian Mbeumo hamda Mateus Kunyani qo'ydim va hujumda Benjamin Shashkoni qo'ydim va o'ylaymanki, bizning hujumchimiz o'sha golli seriyasini yana davom ettira oladi deb o'ylayman. Endi faqatgina bitta gol emas, dubl hamda yoki hat-triklarni men urishini kutib qolaman. Sizlar esa kommentariyada albatta yozib qoldiringlar, kimlardan gol kutib qolasizlar yoki assist yoki gol, shu haqida albatta menga yozib qoldiringlar. O'yinga doir bo'lgan ma'lumotlarni sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shundan iborat edi. Endi o'sha futbol atrofidagi, o'sha Manchester United atrofidagi yoki boshqa e'tiborli futbol yangiliklarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, kecha Chempionlar Ligasini qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi va unda 1-8 finalning jamoalar juftliklari aniq bo'ldi. Ularda juda ko'p Angliya jamoalari ishtirok etyapti. Deyarli barcha juftliklarda Angliya jamoalari bor. Demak, birinchi juftlik PSG Chelsea, ikkinchi juftlik Galatasaray Liverpool, Real Madrid Cityni qabul qiladi, Manchester Cityni, Atalanta Bavariyani, Newcastle Barsani, Tottenham Bayernni, Bode Gimn jamoasi sensatsiya qayd etgan jamoa Sporting jamoasini qabul qiladi o'z uyida. Bayern Arsenal jamoalarini qabul qilgan holda shu quyidagi juftliklar, mana shu ko'rib turgan juftliklaring hosil bo'lgan. Va sizlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Kim chempion bo'lishi mumkin. Va Manchester Unitedning mart oyidagi o'yinlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana o'sha albatta Crystal Palace'dan keyin Newcastle'ga boramiz biz mehmonga. MU keyingi turda MU Aston Villani qabul qiladi o'zining uyida va so'nggi 21-mart kuni Bournemouth jamoasiga Manchester United mehmon bo'lib boradi. Va o'ylaymanki, bu hamma o'sha mart oyidagi barcha o'yinlarda biz maksimal darajadagi ochkolarni ola olamiz deb o'ylayman. Sizlar esa albatta kommentariyada bu haqda o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Va yana o'sha an'anaga aylanib qolgan o'sha har yili bo'ladigan bizning iliq fanatdoshlarimiz Samarqand Reds jamoasi har yilgiday bu yil ham
Bu yil endi yubiley 5 yillik Samarqand Reds fan klubining tashkil topganining 5 yilligi munosabati bilan Angliya Premyer Ligasining so'nggi turida Brighton jamoasiga qarshi 24-may kuni odatdagi an'anaviy aylanishga ulgurayotgan Samarqand Patini tashkil qiladi. Barcha MU muxlislari uchun bu biz muxlislar uchun, SNG muxlislari uchun bu olamshumul voqea deb o'ylayman. Chunki yoqda faqatgina barcha O'zbekistondagi Manchester United fanatlari emas, fanatik diviziyalar emas. Bu o'sha Belorussiya jamoasi, Belorussiyaning fan klubi a'zolari, United Belarus, Rossiyaniki qator o'sha Perm Reds, Moskov Reds, qo'shni Qozog'istondan, Tojikistondan va chet eldan turli xil mehmonlar kelishi kutilyapti va kimda agar shu partiyada qatnashish niyati bo'ladigan bo'lsa, o'zini tumani yoki viloyatidagi Reds jamoalariga murojaat etishlari mumkin yoki mana shu Telegramdagi akkauntimga bemalol yozib murojaat qilishlari mumkin. Va bu o'zgacha bo'ladi. Men o'tgan yil qatnashib kelgandim. Turli xil musobaqalar, o'sha MU fanatlari o'rtasidagi futbol musobaqalari, so'lim go'shalarda dam olish, birinchi kun ekskursiyalar va turli xil shunga o'xshagan yorqin xotiralar barchamizda, shu jumladan menda saqlanib qolgan va o'ylaymanki, bu yilgisi o'zgacha ruhda o'tadi deb o'ylayman va Manchester United fanatlarini biz o'sha Samarqandga 24-may kuni taklif qilib qolamiz. Mana sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Sizlardan o'taylik, like bosishda, kommentariy yozishda hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda sizlar bilan xayrlashaman. Yana bir bor sizlar bilan Zamin Reds kanali bo'ldi. Endi xudo xolisa postskriptum sifatida, endi xudo xolisa ko'proq uchrashib turishga harakat qilaman.